Do'stlar, meni tabriklasanglar bo'ladi. Bu kunni juda ham uzoq kutdim. Avvalo hammaga rahmat. Obunachilarimga shunaqa podдержка qilib, har doim meni qo'llab-quvvatlab keldinglar. Bugun to'g'risi ko'zimga yosh kelib ketyapti. Shunaqa hayajondaman. Bitta like bosib qo'yasizlar va meni tabriklasanglar bo'ladi, do'stlar. Har bir inson orzu qiladi bu narsani. Har bir odamni maqsadi bo'ladi bu dunyoda. Men ham o'tib ketdi. Ha, olsam, do'stlar, o'tib ketasizlar. Biza Buxoroda banihoyat sariq bola pizzani ochdik do'stlar. Mana orqamda shuna turibdi. Manzil Media Parkda tabriklaringlarni layklar bilan baholab berasizlar. Sababi men bilaman, Buxoro har doim bizani qo'llab-quvvatlab turadi. Buxoro videoni devonachasiga hammaga jo'natib tashlaylar va xudo xolasa Buxoro meni ikkinchi uyim bo'lib qoldi. Endi men tez kelib turaman. Hozir test rejimida ishlayapti. Ichkaridagi remont dahshat do'stlar. Toshkent bilan birga bir tam xudo xolasa katta ochilish qilamiz. Ochilishda san'atkorlar o'zimiz bo'lamiz. Mana shu katta sahna quramiz. Xudo xolasa hammanglar bilan ko'rishamiz do'stlar. Milliy brendimiz, milliy fast foodimizni qo'llab-quvvatlashinglar kerak bo'ladi. Chunki bu do'stlar, O'zbekistonimizning brendi bu. Sizlar kelib tursanglar, ichkariga kirib tursanglar, xudo xolasa bundan ham kuchayib, bundan ham zo'r ishlar qilishga va'da beraman do'stlar. Buxoro devonachasiga bitta like bosib qo'yinglar. Ko'rishamiz.